rahmatini qilyapsiz. Eshik haligi nima deydi, bir kunni ham tak ko'rinib qoladi. Davlat yelkasiga minib olib, pul bersa ashlaydiganmi, bermasa ashlaydiganmiz emas. Yaxshi konsert bo'lsa, yaxshi konsert bo'lsa, boradi xalq. Xalqni halidan berib, unaqa deyapmiz, bunaqa deyapmiz. Men ham konsert beryapman. Men majbur qilib metrolarda to'xtatib odam haydab kelayotganim yo'q. Mana ko'rib bilib turibsizlar-ku. Ko'pchiliklar bilet so'rab bergansizlar, пригласительно so'rab kirasizlar. Oilalar jo'natasizlar. Katta хороший konsert, katta есть цель. Biz hammamiz xohlaymiz. Masalan, deylik, mana o'sha xalq borishini, xalq pulini ayamaydi san'atga. Men buni aniq bilaman. Xalqimizcha meni yomon ko'rganligini ham bor, yaxshi. Men bitta odamni deb qolganini hammasini aylamayman. To'g'ri aytadigan bo'lsam, farosati ancha o'sgan hozir xalqimiz. Oldigidaqa ko'rko'ralar bormaydi, bu boshqa masala. Hozir biz hammamiz nima deydi, san'atkorlar nima bo'lishimizdan qat'iy nazar o'sha ustoz shogird an'anasida baland parvoz aytilgani aslida yoshlar ham keladi, mas'ullar o'shanga ham aytib qo'yish kerak, bilishingiz kerak. Ustozlar ham bermaydi emas, beradi endi buni so'rasa. Siz duo bering, men ertaga to'yga chiqib ketyapman deydi. Mana shu xalq artisti va umuman o'ziga bo'lgan ehtirom, e'tibori kamdan kam uchraydi. Shuning uchun men har safar yangi ijodlar, yangi mana o'zingiz aytganingizdek menga kelmaydi degan hech kim kelmaydi degan mehnat qilmasa ijodga keladi. Ijodga, namunaga keladi. Shuning uchun qiyin zamonda yashayapmiz. Lekin shu qiyin zamonda yaxshi qirralarini topib biz birlashib natijaga erishayapmiz. Shuning uchun mana aytgan hamma gaplaringizning tagida bir narsa borki, albatta hammaga ham O'zbekistonda hozirgi muvaffaqiyati yoqmaydi. Albatta bitta narsani to'g'ri bilishimiz kerak. Mana sizlarga men ochiqcha aytmoqchiman. Juda katta muammolarimiz bor. Bitta oilada qancha muammo bor. Lekin davlatchilikni qurib, mana shu davlatchilikda hammaga munosib bo'lib, tinchlikda, osoyishtalikda yurish bu azob desak to'g'ri bo'ladi. Bu azob. Shuning uchun mana shu ijodingizdagi hozir qirralari Yulduz Usmonovani xalqni yaxshi ko'rishi va xalq Yulduz Usmonovani yaxshi ko'rishi bejizamat tagida sizni misolingizda hamma mehnat qilsa konsert ham bo'ladi, kino ham bo'ladi, natija ham bo'ladi, odamlar ham rozi bo'ladi. Ishlaringizda muvaffaqiyat.